Salom qadrli obunachilar, mana eFootball 2027 ga yetib keldik va bizda eng katta yangiliklardan biri bu Antonio Conte degan murabbiy Chelsea'niki va buni hozir ko'rib chiqamiz. Olishga arziydimi yoki arzimaydimi? Demak, ketdik. Quick Counter 90, Out Wide 89. Ko'rishda mumkin Italiya, Chelsea veteran playerlarga o'ynatganingizda 200% ko'tarar ekan, ya'ni 30 yoshdan katta bo'lgan o'yinchilarni levelini 200% ga ko'tarar ekan o'yinni o'ynab bo'lganingizdan keyin. Va defensive awareness bilan kicking power ga berar ekan. Bu himoyadagi aqllilik va zarbaga 1+ berar ekan. Birinchi link upi, bu ikkita link uplik murabbiy. Birinchi link upini ko'ryapsiz. Mana the Kimin moves forward aggressively. Qarang, siz belgilab qo'ygan qanot o'yinchisi oldinga aggressiv tarzda yugurar ekan va o'rtadagi siz belgilab qo'ygan o'yinchiga to'p tushishi bilan va o'sha o'yinchi pas berib uni birga chiqarib yuborar ekan. Build up bo'lish kerak ekan pastdagi o'yinchi, prolific winger bo'lish kerak ekan sizni qanotdagi o'yinchingiz. Ikkinchisi esa Katin B deb ataladi. Bunda hujumchi to'pni olar ekanda o'sha to'pni uzatgan qanot o'yinchisi ichkariga yorib kirar ekan, hujumchi shunchaki unga to'pni qaytarib berish kerak bo'lar ekan. Va ikkalasini ham pasi o'sha paytda kuchayib ketadi deb yozyapti yoki kuchli bo'lish kerak deb yozyapti. Xo'p, prolific winger ichkariga yorib kiradi, focus in the box asosiy hujumchi bo'lsa, adashmasam to'pni unga qaytarib beradi. Shunday qilib gol urish imkoniyati ochiladi. Demak, bu menejerni olishga arziydimi yoki yo'qmi? Agarda siz quick counterda o'ynashni yaxshi ko'rsangiz, mana shu sizni asosiy o'yin uslubingiz bo'lsa, menimcha arziydi. Ikki xil link upda menimcha maza qilib o'ynasangiz kerak, lekin boshqacha o'yin usulida o'ynaydiganlar uchun bu murabbiyni maslahat bermayman. Navbatdagi menejerimiz bu Frank Lampard bo'lib keldi. Hop, long ball 89 va yangi o'yin uslubi overload 89 ekan. Overload haqida bilmaganlar uchun oldingi videoimda joylashtirganman va bu 23 yoshdan kichkinalarni 200% ga reytingini ko'tarishga yordam berar ekan treninglarsiz o'ynatib. Hop, low passga bitta, defensive engagementga bitta boost berar ekan va Cutting A bunda bir donagina link up bor ekan. Xuddi boyagi Conte'ni o'zi shunaqa Conte bo'ladimi? Talaffuzi bilmayman. Xullas o'shani Cutting B sini bu A ekan. Demak, agar reyting ko'tarmoqchi bo'lsanglar, birinchi murabbiy, yangi o'yin usulini sinab ko'rmoqchi bo'lsanglar, ikkinchi murabbiy, ya'ni Lampardni tavsiya qilaman. Agarda sizga murabbiy zarur bo'lmasa, murabbiyingiz hozircha yaxshi bo'lsa, men coinni saqlab turishingizni ham tavsiya qilaman 3-yo'l sifatida. Nimaga? Chunki yangilanishdan keyin yangi ikkita link upga ega bo'lgan murabbiylar hali ko'p keladi va o'shalardan zo'rini sotib olishingiz mumkin. Coinni saqlab turishingizni ham maslahat beraman, agar murabbiy zarur bo'lmasa. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.